Emizikli ayollarda hayz kelmasligi 2 yilgacha norma hisoblanadi. Tug'ruqdan keyin qancha muddatdan keyin hayz kelishi normal? Xo'sh, bu savol juda ham ko'p beriladi. O'zi tug'ruqdan keyin, ya'ni yo'ldosh ajralgandan keyin ayolga sut keladi va shu prolaktin gormoni bu sut kelishni boshqaradi. Mana shu prolaktin gormoni oshganda tuxumdonlar faoliyati yoki to'xtaydi yoki sal susayadi. Shuni hisobiga agar qanchalik ko'p emizsa, shunchalik bu prolaktin gormon baland bo'ladi va shunchalik tuxumdonlar dam oladi. Va shu paytda tuxumdonlar faoliyati ishlamagani uchun ovulyatsiya va hayz ko'rishi vaqtincha to'xtaydi. Kimdadir 1 yilgacha bo'lmasligi mumkin, kimdadir 2 yilgacha bo'lmasligi mumkin. Bu birinchi navbatda ayolni qanchalik emizishiga bog'liq. Agar emizishi kamaysa yoki masalan bo'ladi shunaqa sut kamayib qoldi va emizishdan to'xtadi. Demak, darrogina hayz kelishi va homilador bo'lib qolish ehtimoli ko'proq bo'ladi. Qanchalik zo'r berib, kuniga 8-10 martadan kam bo'lmagan holatda emizsa, hayz ko'rishi, ya'ni kechikadi. 1 yil va undan ham oshiq vaqtda kelmasligi mumkin. Va emizikli ayollarda hayz kelmasligi 2 yilgacha norma hisoblanadi.